Mashina? Nima uchun ortyapsiz mashinani avtotransdan? Sabab? Asos? Asos nima uchun ortilyapti mashina? Transport vositamni jarim maydoniga olib bormayman, evakuator chaqiring degan. Xo'p, nima uchun transportsiz jarimaga kiryapti? Men endi sizga qayta tushuntirib bermayman-da. Xo'p, nima uchun? Jurnalist emasman. Xo'p, ayting. Axborot bermayman. Qaysi modda uchun? Modda uchun. Xo'p, ayting. Xo'p, hozir tushuntiring menga. Transportsiz haydaysiz, haydamayman. Evakuator chaqiring. Xo'p, nima uchun hozir transport vositasi nima uchun kiryapti? Evakuator keldi. Xo'p, nima uchun anaqa? Aytmayman mana bundan oldingi olgan videoyingizni bir boshdan ko'rib chiqasiz. Shunda aytilgan hammasi. Yo'q, oxirigacha aytmagansiz, ko'rib chiqdimmi? Yana ko'rib chiqing, shu yerga hozir aytganman hammasi. Nima uchun? Aytmaysizmi hozir nima uchun? Nimalari bor, nimalari yo'q, hammasini aytganman. Hozir nima uchun? Sizni har bitta telefoningizni ko'tarib videoga olish boshlayotgan paytingizda aytishga majbur emasman. Hozir men boshida eshitmay qolgandirman balki. Hozir eshitdim. Siz videoga olayotganingiz videongizga aytdim men. Yo'q, videoni ko'rsangiz shu yerda yozilgan. Xo'p, hozir nima uchun ortilyapti? Aytmayman. Aytishingiz kerak, siz vazifasiz. Yana so'rayman sizga. Bundan oldingi videoni aytib ko'ring. Yo'q, hozir savol beraman sizga. Majbur emasman sizga qayta telefoningizni qo'lingizga olgan paytda olishga, mana.